o'tmishimni qo'yib yubora olmayapman. Hech ham uzila olmayapman. Unda bo'lib o'tgan voqealardan rozi emasman. Mani haqqimga kirganlardan rozi emasman. Dilim parcha-parcha bo'lgan. Qani mani haqqim? Shumidi mani aybim? Nima aybim bor edi? Nimaga aynan men bilan bu voqeani sodir qilishdi? Kim javob beradi? Mani savollarimga kim javob beradi? Mani vaqtimga kim javob beradi? Nimaga men, nima uchun men deb qiynalyapsizmi? Agar siz o'tmishni qo'yib olmasdan, insonlarni kechira olmasdan, sizga qilingan nohaq tuhmatlar va g'iybatlardan dilingiz parchalanayotgan bo'lsa, o'tmishni qo'yib yorib, hayotingizni davom ettirishni istayotgan bo'lsangiz, albatta bu videoni oxirigacha ko'ring, chunki sizga bu video orqali ishlaydigan praktikani beraman. Nimaga biz o'tmishni qo'yib yora olmaymiz? Inson asosan 3 ta davrda energiyasi jamlanadi: o'tmish, hozir, kelajak. O'tmishni o'ylagan va unga yopishib qolgan insonlar ham yutqazadi, kelajakka yopishganlar ham yutqazadi. Siz ham eshitgansiz bitta qoidani: hozir, shu on, shu daqiqada. Eshitgansiz? Hozir, shu on, shu daqiqa formulasi. Men aniq javob beraman, mana shu formulani siz haligacha tushunmaysiz. Bitta mana shu formulani tushunganingizda edi, taslimiyatingiz, irodangiz, energiyangiz ko'tarilgan bo'lardi. Siz hali hanuz o'tmishda yashaysiz. Tanangiz hozir shu onda, lekin hayollaringiz, hissiyotlaringiz, fikrlaringiz hali o'sha davrda qolib ketgan. Inson qachon o'tmishga yopishadi? Aynan o'tmishda yakunlanmagan hissiyotlari, javobsiz qolgan savollari va uni haqqi boshqalarga o'tib ketgan vaziyatda noroziliklar bo'lsa uzila olmaydi. Lekin bundan sizga manfaat bormi? Keling bitta ko'rib chiqamiz. O'tmishda energiyangiz qolishda siz nimalarni yo'qotasiz? Birinchidan, doimiy bosh og'riq, jinni sang'i tushlar. Shu o'rinda aytib o'taman, sizlar menga ko'p yozasizlar, jinni sang'i tushlar ko'ryapman, kimdir meni sehr qildi. Muslimalarim, adekvat qarang. Inson hadeb negativ o'ylayversa, hech qanaqa sehr kerak emas. Miyangiz charchab ketib ham jinni sang'i tush ko'raverasiz. Ozgina to'g'ri yondashing. Qachongacha sehrga hammasini yuklab qo'yib qochmoqchisiz? Ozgina mas'uliyatni oling. Yetar paypaslaganingiz. Fikrlarni to'g'rilamas ekan, siz hech qanaqangi ruqiya qutqara olmaydi agar fikrni to'g'rilamasangiz. Tushunyapsizmi? Avval fikrni to'g'rilang, mas'uliyatni oling. Negativ fikrlar bu sizning kallangizda. Negativ fikrlardan qutula olmas ekansiz, hech qanaqa uyqu to'g'rilanmaydi. Xotirjamlik haqida gap so'z bo'lishi mumkin emas. Keyingisi, bu agar siz o'tmishga yopishib qolaversangiz, barakangiz bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? Pul topasiz, chiqib ketaveradi. Keyingisi, energiyangiz bo'lmaydi. Tinimsiz lohaz, lanj, bo'shashgan, dangasa, erinchoq bo'lasiz. Kerakmi sizga shunaqangi hayot? Xuddi xamir turishga, drojga o'xshab ishib turaverasiz. Semirib ketasiz. Ozib ketasiz. Chunki energiyangiz o'tgan zamonda turibdi. Siz hamma o'ylaysiz, nega. Bo'ldi, o'tgan ishga salovat degan gap eshitganmiz. Salovat degan hamd et degan, shukr qil degan. Siz o'tmishga yopishlik orqali o'zingizni qiynayapsiz, o'zingizni kasal qilyapsiz, o'zingizni barakangizni yo'qotyapsiz. Yuzingizdan nuringiz ketib qoladi, so'lg'in bo'lib qolasiz. Sizni ko'rgan hamma odam kasalmisan deydi. Kerakmi sizga shu narsalar? Xo'p, qo'limdan kelmayapti deyapsiz, meni eshiting. Siz bilan o'tmishda nimaki sodir bo'lgan bo'lsa, bu xayr edi. Uni xayrligini ko'ra olmayotgan bu sizning nafsingiz va ilmingiz yetishmasligi xolos. Hikmatni, xayrni ko'rish uchun avval sokinlashish kerak. Buni asabiylashaversangiz, nimaga yig'layversangiz, g'azablanaversangiz, qanaqa qilib ko'rasiz? Biz bilan sodir bo'lgan vaziyatlar xayrini ko'rish uchun avval sokinlashish kerak. Bir sokinlashing, bir tinchlaning va deng: "Ya Robbim, men bilan o'tmishda shunday nohaqlik bo'ldi. Meni nafsim ko'nmayapti. Meni ichim xavotirda. Men rozi bo'la olmayapman. Meni tinchlantiraman. Menga shu jarohat hikmatini ko'rsat" deng bir. Hadeb insonlarni ayblashdan, ularga yuklamalar yuklab, mas'uliyat yuklashdan to'xtang. Bu hayot sizniki-yu. Sizni fikrlaringizga siz javob berasiz-ku. Ortiq uziling o'tmishdan. Deng va uziling. Menga hikmatini ko'rsat, menga xayrini ko'rsat deng va uziling. Dash tasavvur qiling. Ko'z yuming, men sizga bu praktika bilan ko'rsataman. Ko'z yuming, tanani bo'sh qo'ying. Tasavvur qiling, sizda 3 ta ip bor. O'tmishda, kelajakda, hozirda. 3 ta ip turibdi. O'tmish, kelajak, hozir. O'tmishdagi har bitta ipingiz bu sizning noroziliklaringiz. Xuddiki noroziliklarni ipni hozir olgan kabi noroziliklarni qo'yib yuborib, hozir shu daqiqa, shu onga hammasi iplarni oling. Buni agar tasavvur ko'rishda ko'rsatsangiz, ancha tinchlanasiz. Chunki inson obrazlarni tez qabul qiladi. Tushunyapsizmi?
Davay. Ko'z yumdingiz, tasavvur qildingiz 3 ta epoxada. O'tmish, hozir, kelajak. O'tmishdagi ipchalarni ham bu yoqqa oling, kelajak ipchalarni ham hozirga oling. Hozir, shu on, shu daqiqa. Hammasini yig'ishtirib oling. Mani diqqat bilan eshiting, ko'zingizni ochmang. Yurak urishingizni eshiting. Nafas olishingizni eshiting. Bugun qanaqa ovqat yedingiz? Bugun qanaqa kiyindingiz? Kiyimingiz rangi qanaqa edi? Ko'zingizni ochmasdan ayting. Bugun nima ishlar qilmoqchi edingiz? Rejangiz bormidi? Kecha nima ish qilaman deb va'da beruvdingiz? Bir eslang. Tinchlaning. Xuddi shu kabi. Hozir, shu on, shu daqiqa formulasiga ana endi tushdingiz. Endi kirdingiz. Ana shu bizning tilda shukr deyiladi. Hamd etish deyiladi. Ana endi keldingiz. O'tgan ishga salovat degan gapga endi rioya qilyapsiz. Endi ko'zingizni oching. Mana shu xotirjamligingizni, siz xavotirlanayotgan, даже bundan xabar yo'q insonlarga ravo ko'rmang. O'zingizni xavotirlanish bilan jazolamang. Tinchlandingizmi? Xotirjammisiz? Xursandman. Xuddi shunaqa praktikalarni har kun mendan ko'rib, efirlarimda savollaringizga javob olmoqchimisiz? Unda hoziroq menga podpiskani bosib, bu videoga like ham bosib, kommentariyada hozirgi ruhiy holatingizni yozib qoldiring. Bu men uchun juda ham muhim, chunki men o'qib chiqaman. Va keyingi video darslikni aynan sizga qaysi mavzu berishimni ham yozib qoldiring. Men albatta inobatga olib harakat qilaman ushbu mavzuda sizga video darslik qilishga. O'zingiz ehtiyot qilishga majbursiz. Navbatdagi darsda uchrashamiz.